Yaqında Instagram, TikTok qatarlıq ijtimoiy taratqularda 3 nafar Uyg'ur qizning "Biz Uyg'ur, albatta" degan temadagi qisqa videosi nihoyatda tez tarqaldi. İctimai taratqu işletadigan muhaciratdagi nurg'un Uyg'urlar bu videoni o'zaro hambaharlashib, ularning Uyg'urlarning navbatgi real vaziyatini ijtimoiy taratqulardagi iqimga moslashtirib, nihoyatda unumli holda anglatganligidan so'yingan. Mazkur videoni Germaniyada tug'ilib cho'ng bo'lgan Uyg'ur yoshlardan 20 yoshlik Asma Mamtimin, 21 yoshlik Amina Tursun va 18 yoshlik Muqaddas Mehmet qatorliq 3 nafar qiz ishlab 20 yanvar ijtimoiy taratqularda tarqatgan. Ularning deyishicha, birinchi kunila videoning ko'rilish qitim soni 3 milliondan oshgan bo'lib, video hozirgacha jami 7 million 613 ming qitimdan ortiq ko'rilgan. Videoda bu 3 qiz yo'lda mang'ach Uyg'urlar haqidagi tuvandagi qisqa va yig'inchoq bayonlarni deyishidi. We are Uyghurs. Of course we're always late. We are Uyghurs. Of course we don't have basic human rights. Biz Uyg'ur. Albatta biz doim kechikib qolamiz. Biz Uyg'ur. Albatta bizning eng oddiy kishilik huquqimizmi yo'q. Biz Uyg'ur. Bizning tamog'imiz lag'man, spagetti emas. Biz Uyg'ur. Albatta Xitoy bizning ichki organlarimizni sotadi. Biz Uyg'ur. Albatta biz turkchani tushunamiz. Biz Uyg'ur. Albatta biz vatandagi oila a'zolarimizning hayot yoki emasligini bilmaymiz. Biz Uyg'ur. Albatta hech kim mening qaysi millat ekanligimni bilmaydi. Biz Uyg'ur. Albatta biz maktabga bormay namoyishga boramiz. Biz Uyg'ur. Albatta hamma Uyg'urni taniymiz. Biz Uyg'ur. Albatta vatandagi Uyg'ur bolalar hukumat tarafidan yotoqliq maktabga elib ketiladi. Biz Uyg'ur. Albatta biz har bir tomoqlarimizni tayyorlashga 4 soat vaqt sarf qilamiz. Biz Uyg'ur. Albatta biz 2024-yildami irqiy qirg'inchilikka uchrayapmiz. 4 hours to prepare one dish. We're Uyghurs. Of course we're suffering from a genocide in 2024. Yuqorqi bayonlar oddiy, yumoristik va qaratmalarga kuchli so'z jumlalar bilan Uyg'urlarning navbatdagi ochiq realligini yo'ritib bergan. Biz bu 3 Uyg'ur qizning yuqorqi videoni tayyorlab chiqishdagi o'y-xayollari, maqsadi va his-tuyg'ulari bilan o'rtoqlashish uchun ularni bugungi suhbat programmamizga taklif qildik. Tövəndə diqqətinizlər ular bilan o'tkazgan suhbatimizning tafsilotida bo'lsin. Assalomu alaykum qizlar. Oldi bilan sizlar bilan bir tanishib chiqaylik. Mening ismim Esma. Men 20 yoshga kirdim. Germaniya Darmstadtda matematik bilan psixologiya o'qiyapman. Assalomu alaykum. Men Muqaddas. Men 18 yosh. Undan men 11-chi sinfga boryapman maktabda. Mening ismim Amina. Men 21 yosh. Hozir universitetda o'qiyapman. Münchda etnologiya va pedagogika o'qiyapman. Sizlarning bu yaqinqi Of course I'm Uyg'ur degan bu videolarni bugun qarab baqsam 7 million 613 ming qitimdan ortiq odam ko'ribdi. Mushu xil mazmundagi videoni ishlash ideyasi qanday o'tirib chiqib qoldi? Asma siz deb beramsiz. Zumratda ma World Uyghur Congress'dagi ishlaydigan Zumratda bizga o'tganda bir qitim yozgan deganda qizlar sizlar bundaq of course trendlarni qilsanlar yaxshi bo'ladi deb. Biz mi aşağı o'ylagandik, ammo Zumratda yana degandan keyin biz ishki video qilmoqchidik, ayrim. Bir videoda faqat kultur to'g'riliq, unda qisqalik bizga kashf qilamiz, yoki bo'lmasa lag'man deymiz, spagetti emas. Anki bir ayrim videoda biz yana inson haqlari to'g'riliq qilamiz. Tamam, ishkisi o'xshash trend bilan. Ammo oxirida kesgan vaqtda biz 3 video kesdik, ayrim ham billa qo'shib. Oxirida grup chatda biz uchimiz yozdik, o'ylashdik, qaysini qo'yaylikki, oxirida shu ma billa qo'shganni tanladik, chunki u vaqtda tixmi qisqalik chiqdi ekan deb, qisqalik emas, lekin azroq shocking chiqdi ekan deb uni his qildik. Bu video ajoyib chiqqan inkos chiqdi. Mushlarning ichidagi eng qiziqarli inkoslarni deb baqamsizlar. Amina siz deb beramsiz. Uning ustida bir bor chiqadimlarda biz CIA bilan birga ishlaydikanmiz. Men bekledim çünkü biz Uygurlar yaşlar Germaniyada biz fakat mektepte barbatı biz CIA bilen bir iş yok. Şurada pek funny oldu bizge. Cıhtayla komentlarını beğendi. Cıhtayla dedi ya bu teröristler yalgan gep kıvatıdı. Ula üze vatanda yaşmavatıdı. Ula bilmeydi. Germaniyada demedi ama West'da yaşap bir nesle'ni yalgan gep kılıp toğra nesle'ni bilmeydi dedi. Biz hate commentlarga cevap da vermeymiz çünkü paydalık yok. Bana tebrik geldi. Bana dedi ya pek yaxşı işini kıvatsızlar. Qandaq sizlarga yordam qila olamiz. Shundaq dedi. Men dedim rahmet. Kelgan vaqtlarda namoyishlarni qilsak birga chiqayli namoyishlarga dedim. Yana boshqasi bormi? Ha, Asma.
Eslima videonunki manası diyen şunda Uygurlarınki nesi düşündürüştü. Lekin biz yani her cümlede biz Uygur diyeninkin belki adamlar yazdı hep bizlerinki Uygur dişini bilmeptik. Biz yani Uyghur deydik. Bu mesela Jugur deydik. Bununla deydik. Uygur ne onda kandak doğru pronunciation kılışını bilmeydik dedi. O pek kıskançlıktı çünkü eslima videonunki manası başka bir nesete, başka bir tematı. En ahırda enkin ma oxsaq ma comments'ın içinde bütün adamlar birbirisi bilen tanışıp ya Uyghur deydim enkin bütün hayatımda ya Uyghur'da büyüyendim. Bizim mektepteki mealımda biz ya hatta YouTube'da da aşağı buldu şu başka biz yine oyladık. Onun dinkin yine bir video çıkardık. Uygur'unu üyettik. Kandak Uygur'unu doğru pronunciation kılışını. O pek kıskançlıktı. Muqaddasning bir gibi badik turdu. Hayt birindaq ciddi nesi go bizimki ndaq Uyghur situation pek ciddi ama ndaq çaqçaq bilen desaq adamlar anlaydı. Ndaq baxatlam ndaq ciddi desaq adamlar ndaq yirip ketedi, keşkeçi anlap ndaq çaqçaq qısaq. Ndaq yaxşılıq anlaydı bizde. Ndaq biz ciddi alımız o situationni ama ndaq çaqçaq bilen azraq yumşaq gapni ndaq qıldık o situationni. Hatta çende ola disrespectful dedi biz ndaq deymiz. Sizlarning bu gruppalarning ismi Uyg'ur yoshlar gruppasimi? Mushu gruppalarni bir tanishtirib o'tamsizlar. Uyghur Yaşlar Derneki, Uyghur Yaşlar İnisiyatifi 2022'nin ahırda ama 2023'nin başında official oldu. 40'dan 60 adamdek var. Fakat Germanya'dan bir işkitar Asya'dan mı var? Bu mesela hemimiz Germanya'dan. 2023'te biz yani 3 tane workshops organize kıldık. Öyle görüştürüp durumuz. Bu mesela namayışlarını organize kılımız. Ayda bir kıtım namayış organize kılıştı türüşümüz. Arkana vaxtlarla görüşümüz. Bu mesela online Zoom'da görüşümüz. İşki haftada bir kıtım. Biz mutluluk vaxtlarda WhatsApp chatlarda bize grupa çıkmasını belirli privatımız. Sizlarning Uyg'ur masalasini anglitishda mushu darajada muvaffaqiyatli bo'lishinglarda qaysi omillar bor? CFU workshopda biz yani mesela birinci kıtımda funding to'g'riliq narsani o'rgangandik. Anki undan keyin birinchi qitim o'zimiz unda biz mi aşağı application qilaylik, biz mi projektdagi ideyalarni bilim qilaylik deb o'ylagandik. Shunga unda workshoplar bek yaxshi. Mesela mening uchun men unda workshoplardan faqat namoyish qilish o'ng'ay emas, lekin uni o'zim o'rganalaydi. Bizning atalarimiz burun tatib qilgandan keyin u Germaniyada unda bek mutas emas, lekin unda organization qanday qurdi, bo'lmasa pul masalalarda qanday qilamiz, bo'lmasa boshqalar bilan birga ishlaymiz bo'lsa, bo'lmasa internetda nima qo'ysak bo'ldi. Neredeki sourceslar yaxshi sources unda. Uni biz yani o'zimiz unda tez yönelaymiz. Şu an workshoplar yaxshi. Hem biz yani Uyghur workshoplara barmay biz yani hem Tibetlarning workshoplara qatnashdik. Şu an unda Uyghur yoshlarga uni biz bek tavsiya qilaymiz. Çünkü bular o'xshash zulmni his qildi, yashaydi. Eninkin bularninki organizasyon bekçi yoshlar organizasyonlar bor. Bularninki hem bularninki bütün gruplar bek yaxshi organized ama yoshlar. Şu an bulardan mı bekçi narsa o'rgandik. Enki bularninki yoshlar grupni ko'rib biz o'yladik. Bularninki yoshlar grupi undaq cho'ng bek undaq yaxshi mangdi. Bizninki nimish qandaq yo'q. Masalan, undaq workshoplarga berib biz o'zimiz undaq workshoplarni qanday qilishimizni o'rgandik. Çünkü Steve mesela World Uyghur Congress'deki workshoplar her ay bulmaydı. Şimdi de belki bir kıtım buldu, işgüzde de bir kıtım buldu. Hem yaşla baramaydı. Şu an biz bularninki workshoplarını görüp, onun inspired bulup, mesela Tibetlarninki workshoplarını görüp, başkalarninki workshoplarını görüp, öyle birip, biz özümüz kandak üyengenesini başkalarına üyüteleyimiz de. Onun bilen hepleştik. Eninkin şu an 2023'te 3 tal özümüzdeki workshoplarını kıldık. Elbette bek professional emas. Lekin bile bir yerge kilip birbirimiz bilen gap kılıp özümüzden fikirimizni birbirimiz bilen paylaşıp o biz için bek yaxşıdı. Sizlarning shu yoshlarga deydigan qanday so'zinglar bor? Biz yoshlar social mediada meholimiz vatanda qandaqlargina politik narsalarni deyishimiz kerak social mediada o'ylayman.
Bizni özümüzniki mezmunlarimizni social medyada chiqarish pek muhim o'ylayman. Germaniyadagi yoshlarga ular biz bilan birlashib qilg'isi bo'lsa bizga yozsa biz bilan guruhning ichiga xush bo'lib kirgizamiz. Ammo boshqa davlatlardan bo'lsa biz dernekning ichiga kirgizamaymiz chunki Germaniyada. Lekin biz birga collaborationlarni qilsak pek xush bo'lamiz. Bizning shunday network pek muhim boshqa davlatdagi Uyg'ur yoshlar bilan tanishib. Bizningki social medialarni followni qilsanglar pek yaxshi bo'ladi chunki bizga jiq yordam kerak ayada jiq odamlarni ko'rsa keyin bizningki videolarni do'stlaringlarga ailaga evitib hamma odamlar ko'rsin. Yoshlar bo'lsa Germaniyadan boshqami davlatlarda yoshlar bo'lsa interes bor bo'lsa qiziqsa bizga private message yozsin. Undaqda ijtimoiy taratqulardan sizlar bilan aloqalashmoqchi bo'lganlar qanaqa aloqalashadi? Instagram, TikTokdagi hisobotlaringlarni deb qo'yamsizlar? Instagramda Uyghur Youth _initiative keyin TikTokda faqat Uyghur Youth. Bizim Instagramda e-mail bor. U yerda e-mail yozsa bo'ladi. Bo'lmasa albatta Instagramda private message yoki bo'lmasa hech bo'lmasa TikTokda private message yozsa bo'ladi. Asma, Amina, Muqaddas, hammalarni o'qishinglarga muvaffaqiyat tilayman. Ziyoratimizni qabul qilganliginglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat. Xo'sh.